Turmush o'rtog'imga g'alati savollar berib ko'ramiz. Toza uy yoki chiroyli ухоженный man? Ikkalasi ham. Yo'q, bittasini tanlashingiz kerak-da. Toza uy. Ipi. Xotin kerak emasmi? Idealniy tushlik yoki mani yaxshi kayfiyatim? Tushlik zo'r yoki mani kayfiyatim? Kayfiyat. Tushlik demaydi. Uchinchisi, man bilan dam olishga biron joyga borasiz yoki BMW mashina sotib olasiz. BMW. Kuniga 20 martasiga qo'ng'iroq qilaman yoki umuman sizga telefon qilmayman ham, gapirmayman ham. Так. Лучше не беспокоить. Я знаю. Man bilan kambag'al bo'lib yashash yoki mansiz boy bo'lib yashash. Kambag'alda iloji yo'q. Har kuni menga nonushta tayyorlaysiz yoki har kuni menga gul berasiz. Ikkalasi ham. Ha, bittasini tayyorlash kerak. Ha, mayli. Man bilan bog'liq xotiralarni unutasiz yoki umuman Counter Strike o'ynamaysiz. O'ynamaysiz. Counter-Strike yo'q. Counter Strike. Молодец. Rahmat, mayli. Sizlar ham albatta olib ko'ringlar shunaqa video.